Alaykum aziz obunachilar. Mana yana bir yangi brend choylarda va do'konimizdagi bor assortimentlarni sizlarga tanishtirib chiqaman. Bismillah. Mana bu choy Nafis. Yangi brendimiz qora choy 500 grammlik. Kofeda mazasi zo'r. Narxlarga kelsak, narxlari ham juda arzon. O'zbekiston bo'ylab biz bu choylarni inshaalloh chiqarish xizmati bor. Har kim oladigan bo'lsa, nomerlarimizni ichiga shunday sizga yozib beramiz. Aloqaga chiqib bemalol zakaz bersangiz, lekin Optimga 50 korobka, 100 korobka kerak odam bo'lsa, biz zakazni shunday sizga yetkazib beramiz. Durust. Bu choy ham nafis choy, ko'p 200 grammlik choy. Hammalar aytadiki, nimaga dori deb, davlina, charchoq, o'sha kasalliklarga foydasi bor. Yosh kattalarga, yosh kichiklar ichmasa yaxshi bo'ladi-da. Bu choyimiz Ahmad 200 grammlik. Kardamonlik choy. Ahmad Liftonlik choy. Ichida 100 dona yiplik shunday stakanga tashlanadi, ichiladigan Ahmad Liftonlik choyimiz. Jaylon choy. Jaylon choy sizlar do'stlar uchun gullik choy, mehmonlarni kutib oladigan choyimiz. Mazzasiga kelsak zo'r. Kardamon, har xil Afg'oniston gullari ichiga mix bo'linib qadoqlangan. Rozi choy eng brend. O'zbekiston bo'ylab alhamdulillah biz buni reklamalar qilib, inshaalloh odamlarning ko'ngliga kirgan choyimiz bu. Rozi 200 grammlik kardamonlik choy. O'zbekiston bo'ylab 2 viloyatga dilerskisi berilgan. Xorazm, Qoraqalpog'iston Respublikasiga, boshqa viloyatlarga kimdir respublikalar, ya'ni O'zbekiston bo'ylab kimdir zakaz bo'lsa, qaysi viloyatga desa inshaalloh dilerskisini beramiz. Boshqa odam chiqsa xafa bo'lish yo'q, beraveramiz. Bu narxlarda arzon variantda beramiz. Mohib choy. Mohib choy 200 grammlik kardamonlik. O'zbekiston bo'ylab chiqarib berish xizmati bor. Optim narxlarda. Aloqa uchun nomerlarimizni qoldiramiz. Jasmin 1 kilogramlik choy. Sizlar do'stlarga taqdim etamiz. Choyga kelsak zo'r choy. 1 kilogram vazni bor, narxlari ham arzon narxlarda. Dastavkamiz Optimchilarga bemalol donaga desa ham adreslarini aytamiz. Qancha korobka desangiz ko'p, yukimiz tayyor. Detil choy Kavsar nomli Afg'oniston bo'ylab. Afg'onistonda trend bo'lgan choy. Inshaalloh O'zbekistonga ham bu choyni chiqarib trend qilamiz, xudo xolasa. Ichida kardamonlari ham bor. Zakaz bo'lsa bemalol Optimchilarga O'zbekiston bo'ylab chiqarib berish xizmati bor. Dilerskisini ham qaysidir viloyatga aytsangiz chiqarib beramiz. Hoshim 400 grammlik choy. Choyga kelsak zo'r, gullik, kardamonlik. Har xil giyohlar bor. Niyatni odamlarning ko'ngliga kirgan choy. Hoshim. O'sha videolarimizda maqtagan choyimiz zafaronlik 200 grammlik Hoshim choy, ko'k choy. Qancha kerak bo'lsa, ya'ni Optim narxlarda arzonlashtirib beramiz. 1 korobkadan 1000 korobkagacha choyimiz tayyor. Klientlar bizga aloqaga chiqasiz. O'zbekiston bo'ylab chiqarib berish xizmatimiz bor. Bu choy nafis choy. 125 gram choy ichida bor. Stakanga tashlanadi. Yo bir ozgina tashlasangiz, o'zi suvning ustida turadi. Xususan sahar kasalligi, davlinaga, yosh kattalar uchun olib kelganmiz. Kraska degan narsa yo'q, rang yo'q, sariq bo'ladi. Mazasi zo'r. Bemalol inshaalloh ichib ko'rsangiz bilasiz mazasini. Maqtashga ehtiyojim yo'q. Bu choy yangi kelgan, tanishtirib o'tay dedim. Do'stlarimiz yana bir narsani sizlarga tanishtirib o'tamiz. Reklamasi oldin ham chiqqan edi. Hozir yanadan bir ko'rsatib o'tamiz. Chunki bunga talab ko'p. Mango suvi Afg'onistonda ishlab chiqarilgan. Optim narximiz jahon bozorida bor.
Jahon bozorida Optum narxlarimiz sizga 5000 so'mdan bir donasi. 300 millik shishalik. Ta'mi ham juda zo'r. Optumga deysizlar, bemalol shu qo'ygan nomerimizga aloqaga chiqasiz. Inshaalloh chiqarib berish xizmati ham bor. Chiqarib berish xizmati bilan sizga 6000 so'mdan O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz.